Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz va kvartirangizning kirish eshigini almashtirgan bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Chunki ayrim holatlarda endi bunday eshiklarni majburan olib qo'yish, ya'ni demontaj qilish talabi qo'yilishi mumkin. Bu masala faqat bitta qo'shnining shikoyati emas, balki yong'in xavfsizligi, evakuatsiya yo'laklari, umumiy mulk va boshqa fuqarolarning huquqlari bilan bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy tilda, lekin aniq qilib kim xavotir olishi kerak, kimning eshigiga tegilmaydi, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va nizoga tushib qolmaslik uchun nima qilish lozimligini tushuntirib beraman. Avval odamlar kvartirasining kirish eshigini ko'pincha o'z xohishiga qarab almashtirar edi. Masalan, eski yog'och eshik o'rniga temir eshik qo'yish, eshikni ichkariga emas, tashqariga ochiladigan qilish, eshik oldiga qo'shimcha panjara o'rnatish, tambur yasash, hatto zinapoya maydonchasining bir qismini shkaf yoki sandiq bilan yopib qo'yish odatiy holga aylangan edi. Ko'pchilik buni shaxsiy xavfsizlik deb o'ylaydi. Eshigim mustahkam bo'lsin, o'g'ri kira olmasin, bolalarim xavfsiz bo'lsin deb harakat qiladi. Bu niyat tushunarli. Lekin ko'p qavatli uyda kvartira eshigi faqat sizning shaxsiy qulayligingizga taalluqli emas. Eshik ochilganda umumiy yo'lakni to'sib qo'ysa, qo'shnining eshigini ochishga xalaqit bersa, elektr shit, gaz g'uvuri, yong'in krani yoki evakuatsiya yo'lini berkitib qo'ysa, bu endi faqat sizning masalangiz bo'lmaydi. Bu butun podest xavfsizligiga ta'sir qiladi. Yong'in chiqqanda, tutun bosganda, odamlar vahmada pastga tushayotgan paytda yo'lakda bir dona noto'g'ri ochiladigan eshik ham katta xavf tug'dirishi mumkin. Avval bunday holatlarga ko'p joyda ko'z yumilgan. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat ko'pincha faqat shikoyat bo'lsa aralashgan. Qo'shni norozilik bildirsa, yong'in nazorati tekshiruv o'tkazsa yoki sudga murojaat bo'lsa, masala ko'tarilgan. Endi esa talablar qat'iyroq talqin qilinmoqda. Umumiy foydalanish joylarini egallash, evakuatsiya yo'llarini toraytirish, qo'shnilarning kirib chiqishiga xalaqit berish yoki loyiha hujjatlariga zid o'zgartirishlar majburiy tartibda bartaraf etilishi mumkin. Oddiy aytganda, agar sizning eshigingiz umumiy xavfsizlikka zarar yetkazsa, sizga uni qayta o'rnatish, yo'nalishini o'zgartirish yoki ayrim holatda olib tashlash talabi qo'yilishi mumkin. Men bu masalada eng avvalo bitta prinsipni tushuntiraman. Ko'p qavatli uyda umumiy joylar hammaniki. Zinapoya maydonchasi, yo'lak, lift oldi, podest kirish qismi, texnik shkaflar oldi, yong'in xavfsizligi vositalari joylashgan hudud bitta kvartira egasining mulki emas. Siz o'z kvartirangiz ichida ta'mirlash qilishingiz mumkin. Devor rangini o'zgartirishingiz mumkin. Polni almashtirishingiz mumkin. Lekin eshik tashqariga ochilganda u umumiy hududga chiqadi va u yerda boshqa odamlarning huquqlari bilan to'qnashadi. Eng ko'p uchraydigan holat. Ikkita qo'shni kvartira eshiklari yonma-yon turadi. Biri eshigini tashqariga ochiladigan qilib qo'ygan. Eshik ochilganda ikkinchi qo'shnining eshigini deyarli to'sib qo'yadi. Tasavvur qiling. Birinchi kvartirada odam eshikni ochib qo'ydi yoki ichkaridan qulflab qo'ydi. Ikkinchi kvartirada esa kasal odam bor. Tez yordam kelishi kerak. Qo'shni eshikni to'liq ocha olmasa, bu faqat noqulaylik emas, real xavf. Shunday vaziyatda shikoyat asosli bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, eski loyihada eshik ichkariga ochilishi ko'zda tutilgan, lekin egasi uni tashqariga ochiladigan temir eshikka almashtirgan. Eshik ochilganda zinapoyaning yarmigacha chiqib ketadi. Odatda odam, men eshikni faqat kirib chiqqanda ochaman, doim ochiq turmaydi-ku deydi, lekin xavfsizlik qoidalarida masala doimiy ochiq turish bilan cheklanmaydi. Favqulodda vaziyatda bir vaqtning o'zida bir nechta eshik ochilishi, odamlar yugurishi, bolalar, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi mumkin. Demak, loyihadagi evakuatsiya kengligi saqlanishi kerak. Uchinchi misol. Ayrimlar eshik oldida qo'shimcha panjara o'rnatib, 2 yoki 3 kvartirali tambur qilib oladi. Bu yerga faqat biz kiramiz, hech kimga xalal bermaydi, deyishadi. Lekin umumiy yo'lakning bir qismini kalit bilan yopib olish boshqa mulkdorlarning umumiy mulkdan foydalanish huquqini cheklaydi. Bundan tashqari, u joyda elektr hisoblagich, aloqa kabellari, suv yoki issiqlik tizimi kranlari bo'lishi mumkin. Avariya bo'lsa, mutaxassislar darhol kira olishi kerak. Siz ishda bo'lsangiz, kalit sizda bo'lsa, butun podest muammoga duch keladi. 4-misol. Odam eshikni almashtirganda ostonani ko'tarib yuboradi.
yoki eshik romini umumiy devorga ortiqcha chiqarib o'rnatadi. Natijada yo'lak eni 1 santimetrdan 95 santimetrga tushadi. Odamga 25 santimetr arzimasdek ko'rinadi. Lekin aravachada yurgan nogiron kishi, bolalar aravachasi, zambil ko'targan tez yordam xodimlari yoki yong'in o'chiruvchilar uchun bu juda muhim. Qoidalar aynan shunday holatlar oldini olish uchun kerak. Agar sizning eshigingiz tashqariga ochilsa va ochilganda qo'shni eshigini, zinapoyani, lift oldin yoki texnik shkafni to'ssa, xavotir olish kerak. Bu degani ertaga albatta kelib eshigingizni yechib ketadi degani emas. Lekin shikoyat bo'lsa, tekshiruvda kamchilik aniqlansa, sizga yozma ko'rsatma berilishi mumkin. Ko'rsatmada eshikni oldingi holatga qaytarish, ichkariga ochiladigan qilish, romni silitish yoki qo'shimcha panjarani olib tashlash talab qilinadi. Agar siz eshik oldiga metal panjara, ikkinchi eshik, tambur, shkaf, poyabzal javoni, velosiped, qurilish materiallar qo'ygan bo'lsangiz, ham xavf bor. Chunki evakuatsiya yo'lida yonuvchi yoki to'siq bo'luvchi buyumlar turishi mumkin emas. Ko'p yong'inlarda odamlar alanga sababli emas, tutun va chiqish yo'li yopilib qolishi sababli zarar ko'radi. Oddiy poyabzal javoni ham tutunda ko'rinmaydi. Odam qo'qilib yiqiladi, orqadagilar tiqilib qoladi. Bu qog'ozdagi qoidabuzarlik emas, hayotiy xavf. Agar siz birinchi qavatda yashasangiz va eshigingiz pod'ezd kirish yo'liga yaqin bo'lsa, alohida e'tibor bering. Birinchi qavat evakuatsiyada eng faol harakatlanadigan nuqta. Hamma pastga tushadi, tashqariga chiqadi. Bu joyda eshik, panjara yoki shaxsiy buyumlar harakat oqimini to'ssa, nazorat organlari bunga jiddiy qarashi mumkin. Agar sizning uyingiz yangi qurilgan bo'lsa, loyiha hujjatlarida eshik ochilish yo'nalishi aniq belgilangan bo'lishi mumkin. Quruvchi topshirgan holatni keyin o'z boshimchalik bilan o'zgartirish muammo tug'diradi. Yangi uylarda boshqaruv kompaniyalari va yong'in xavfsizligi xizmati bunday masalalarni tezroq ko'taradi. Chunki uy hali kafolat davrida bo'lishi, umumiy tizimlar hujjat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning eshigingiz loyiha bo'yicha o'rnatilgan bo'lsa, umumiy yo'lakka chiqib ketmasa, qo'shnilarning eshigiga xalaqit bermasa, evakuatsiya kengligini toraytirmasa va texnik vositalarni berkitmasa, odatda xavotirga asos yo'q. Temir eshikning o'zi taqiqlangan degan gap noto'g'ri. Muammo temir eshikda emas, uning qayerga va qanday ochilishida, umumiy joyga qanday ta'sir qilishida. Masalan, eski eshik ichkariga ochilgan. Siz ham yangi temir eshikni ichkariga ochiladigan qilib o'rnatdingiz. Eshik romi kvartira chegarasidan tashqariga chiqmagan, umumiy yo'lakni toraytirmagan. Bunday holatda odatda qo'shnining menga rangi yoqmadi degan shikoyati asos bo'lmaydi. Yoki eshik tashqariga ochiladi, lekin keng maydoncha bor, ochilganda hech kimning yo'lini to'smaydi. Evakuatsiya kengligi saqlanadi. Texnik shkaflar ochiq turadi. Bunda ham har bir holat alohida baholanadi. Yana bir muhim jihat, agar eshik ko'p yillar avval o'rnatilgan bo'lsa ham, bu avtomatik ravishda qonuniy bo'lib qolmaydi. 20 yildan beri turibdi. Demak mumkin degan fikr doim ham ishlamaydi. Agar hozir xavfsizlikka tahdid borligi aniqlansa, eski o'rnatilgan eshik ham muammo bo'lishi mumkin. Lekin eski holatlarda hujjatlar, uy loyihasi, qo'shnilar bilan kelishuv, texnik xulosa kabi dalillar ko'proq ahamiyat kasb etadi. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar faqat qo'shnining roziligi yetarli deb o'ylaydi. Masalan, ikki qo'shni kelishib yo'lakka panjara qo'ydi. Bugun hamma rozi. Ertaga kvartiralardan biri sotiladi. Yangi egasi rozi bo'lmaydi. Yoki avariya bo'ladi, mutaxassislar kira olmaydi. Shunda oldingi qo'shni rozi edi degan dalil yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Umumiy mulkka taalluqli o'zgarishlar faqat og'zaki rozilik bilan hal qilinmaydi. Ikkinchi nozik jihat, eshik tashqariga ochilishi har doim taqiqlangan deb aytish ham noto'g'ri. Ba'zi binolarda loyiha shunday bo'lishi mumkin. Yo'lak kengligi bunga imkon beradi. Qo'shnilarga xalaqit qilmaydi. Lekin bu holatni mening tanishimda ham shunday degan misol bilan emas, aniq o'lchov va hujjat bilan baholash kerak. Har bir uy, har bir qavat, har bir maydoncha boshqa-boshqa. Uchinchi nozik jihat, yong'in xavfsizligi talablari bilan mulkdor huquqi to'qnashganda xavfsizlik ustun turadi. Siz kvartira egasisiz, lekin umumiy yo'lak egasi emassiz. Siz mulkingizni himoya qilishga haqlisiz, lekin boshqa odamning chiqish yo'lini yopishga haqli emassiz. Sud amaliyotida ham odatda evakuatsiya yo'lga to'siq bo'lgan o'zboshimcha o'rnatmalarni bartaraf etish talabi kuchli pozitsiya hisoblanadi. 4-nozik jihat, ayrim ustalar mijozga noto'g'ri maslahat beradi.
Hamma shunday qilyapti, hech narsa bo'lmaydi deydi. Usta eshikni o'rnatib ketadi, pulini oladi. Lekin keyin shikoyat bo'lsa, javobgarlik mulkdorning zimmasida qoladi. Shuning uchun eshik buyurtma qilishdan oldin faqat dizayn va narxni emas, ochilish yo'nalishi, rom joylashuvi, yo'lak kengligi, qo'shni eshigi bilan masofani ham tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Majburan olib qo'yish degani ko'pincha bir kunda kelib, hech qanday ogohlantirishsiz eshikni sug'urib tashlash degani emas. Odatda jarayon shikoyat, tekshiruv, dalolatnoma, ko'rsatma muddat berish va bajarilmasa, ma'muriy yoki sud tartibidagi choralar orqali bo'ladi. Lekin agar favqulodda xavf bo'lsa, masalan, evakuatsiya yo'li butunlay yopilgan bo'lsa yoki avariya xizmatlari kira olmayotgan bo'lsa, choralar tezlashishi mumkin. Shuning uchun masalani baribir hech kim tegmaydi deb cho'zish xato. Men sizga birinchi qadam sifatida eshigingizni oddiy ko'z bilan emas, xavfsizlik nuqtai nazaridan baholashni maslahat beraman. Eshikni to'liq oching va qarang. U qo'shni eshigini yopib qo'yaptimi? Zinapoyadan o'tishni toraytiryaptimi? Lift eshigi oldiga chiqyaptimi? Elektr yoki yong'in shkafini berkitayaptimi? Keyin yo'lak enini o'lchang. Ruletka bilan ochiq eshik turgan paytdagi real o'tish joyini ko'ring. Agar odamlar bemalol o'tolmasa, zambil yoki bolalar aravachasi sigmasa, bu muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam hujjatlarni ko'ring. Ikkinchi qadam hujjatlarni ko'ring. Uyning loyiha rejasi, quruvchi topshirgan boshlang'ich holat, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatdagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz eshikni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, ustadan shartnoma, chek buyurtma blankasi, eshik o'lchamlari va o'rnatish sxemasini oling. Bu hujjatlar keyin nizoda sizning pozitsiyangizni tushuntirishga yordam beradi. Uchinchi qadam, boshqaruv kompaniyasi yoki uy-joy mulkdorlari shirkati bilan gaplashing. Men bunday vaziyatda og'zaki gap bilan cheklanmaslikni tavsiya qilaman. Yozma murojaat qiling. Kvartiram kirish eshigini almashtirishni rejalashtiryapman. Eshikning ochilish yo'nalishi va umumiy yo'lakka ta'siri bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Murojaat nusxasida qabul qilingan sana va imzo bo'lsin yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilgani tasdiqlovchi iz qoladi. 4-qadam, agar qo'shni shikoyat qilayotgan bo'lsa, janjalga kirmang. Bu mening eshigim. Xohlaganimni qilaman degan gap vaziyatni og'irlashtiradi. Qo'shnidan aniq nimaga e'tiroz bildirayotganini so'rang. Eshik uning eshigini to'syaptimi? Shovqin beryaptimi? Yo'lak torayganmi? Bolalar aravachasi o'tmayaptimi? Agar e'tiroz asosli bo'lsa, muammoni tekshiruv va sudgacha olib bormasdan hal qilish arzonroq va tinchroq bo'ladi. 5-qadam, sizga yozma ko'rsatma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'rsatmada kim bergani, qaysi norma yoki qaysi holat asos qilib olingani, qanday kamchilik ko'rsatilgani, bajarish muddati qancha ekani yozilgan bo'lishi kerak. Agar siz rozi bo'lmasangiz, men rozi emasman deb chetda o'tirmang. Yozma e'tiroz bering. O'lchovlarni ilova qiling, fotosuratlar qo'shing, loyiha hujjatini ko'rsating, zarur bo'lsa, mutaxassis xulosasini oling. 6-qadam, fotosurat va video dalillarni to'plang. Eshik yopiq holatda, ochiq holatda, qo'shni eshigi bilan masofa, yo'lak kengligi, texnik shkaflar joylashuvi, zinapoya tomon o'tish yo'li aniq ko'rinsin. Fotosuratni shunday olingki, vaziyat tushunarli bo'lsin. Faqat eshikning chiroyli ko'rinishi emas, uning umumiy hududga ta'siri ko'rinishi kerak. 7-qadam, agar eshik haqiqatan ham xalaqit berayotgan bo'lsa, eng to'g'ri yechimni tanlang. Ba'zida eshikni butunlay almashtirish shart emas. Faqat ochilish yo'nalishini o'zgartirish yetarli bo'ladi. Ba'zida romni ichkariga surish kerak bo'ladi. Ba'zida qo'shimcha panjarani olib tashlab, asosiy eshikni qoldirish mumkin. Ba'zida esa evakuatsiya yo'li tiklanishi uchun butun konstruksiyani demontaj qilishga to'g'ri keladi. Muhimi, yechimni kim g'alaba qildi degan kayfiyatda emas, xavfsizlik va qonuniylik nuqtai nazaridan ko'rish kerak. 8-qadam, yangi eshik buyurtma qilayotgan bo'lsangiz, ustaga aniq talab qo'ying. Eshik qo'shnining kirishiga xalaqit bermasin, umumiy yo'lakni toraytirmasin, texnik shkaflar oldini yopmasin, loyiha holatiga zid bo'lmasin. Ustadan oldindan o'lchab chizma qilib berishni so'rang. Arzonroq variant deb noto'g'ri o'rnatilgan eshik keyin 2 barobar xarajatga tushishi mumkin. Avval o'rnatishga pul to'laysiz. Keyin uni qayta yechish va qayta o'rnatishga yana pul ketadi. Bunday holatda men avvalo hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlashni maslahat beraman. Talab kimdan kelganini aniqlang, boshqaruv kompaniyasini.
Yong'in xavfsizligi organimi, mahallami, qo'shnimi yoki sud ijrochisimi? Har birining vakolati boshqa. Qo'shni og'zaki talab qilsa, bu hali majburiy qaror emas. Lekin vakolatli organ dalolatnoma tuzib, yozma ko'rsatma bergan bo'lsa, buni jiddiy qabul qilish kerak. Yozma talabni olganingizdan keyin uning nusxasini saqlang. Unda ko'rsatilgan kamchiliklarni birma-bir tekshiring. Masalan, evakuatsiya yo'li toraytirilgan deyilgan bo'lsa, real o'lchov bormi? Qo'shni eshigi to'silgan deyilgan bo'lsa, fotosurat yoki dalolatnoma bormi? Umumiy mulk egallangan deyilgan bo'lsa, qaysi qism nazarda tutilgan? Agar talab noaniq bo'lsa, aniqlashtirish so'rab murojaat qiling. Agar kamchilik aniq bo'lsa, belgilangan muddat ichida bartaraf eting va buni hujjatlashtiring. Eshik yo'nalishini o'zgartirdingizmi? Panjarani olib tashladingizmi? Yo'lakni bo'shatdingizmi? Albatta fotosuratga oling va tegishli tashkilotga yozma ravishda ko'rsatma bajarildi deb xabar bering. Chunki ba'zida odam ishni qiladi, lekin xabar bermaydi. Keyin hujjatlarda kamchilik bajarilmagan bo'lib qoladi. Agar siz talabni asossiz deb hisoblasangiz, mutaxassis bilan maslahat qiling. Uy-joy huquqi, yong'in xavfsizligi, qurilish normalari bo'yicha tajribali mutaxassis vaziyatni joyida ko'rib, sizga real baho beradi. Ba'zida odam o'z eshigini mutlaqo to'g'ri deb o'ylaydi, lekin chetdan qaraganda muammo aniq ko'rinadi. Ba'zida esa aksincha, qo'shni shunchaki shaxsiy adovat sabab shikoyat qiladi. Huquqiy asos bo'lmaydi. Shuning uchun fakt va hujjat birinchi o'rinda turadi. Men bu masalada asosiy fikrni shunday aytaman. Kvartira eshigi sizning mulkingiz bo'lishi mumkin, lekin uning umumiy yo'lakka ta'sirlanmaning xavfsizligiga bog'liq. Temir eshik qo'yishning o'zi muammo emas. Muammo eshik evakuatsiya yo'lini to'ssa, qo'shnining huquqini cheklasa, umumiy mulkni egallasa yoki texnik xizmatlarga xalaqit bersa paydo bo'ladi. Shunday holatlarda eshikni qayta o'rnatish, o'zgartirish yoki ayrim vaziyatlarda majburan olib tashlash talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun bugunoq eshigingizni tekshirib ko'ring. U qayerga ochiladi, nimani to'sadi. Hujjatlarda qanday ko'rsatilgan? Qo'shnilarga va evakuatsiyaga xalaqit bormi? Yangi eshik qo'ymoqchi bo'lsangiz, avval o'lchang, boshqaruv tashkilotidan yozma tushuntirish oling, keyin xarajat qiling. Agar shikoyat yoki ko'rsatma kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatlarni yig'ing va masalani qonuniy yo'l bilan hal qiling. Sizning uyingizda ham shunday holat bo'lganmi? Qo'shnilar eshik, panjara yoki yo'lakdagi buyumlar sabab tortishganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p qavatli uyda yashaydigan har bir odamga kerak bo'lishi mumkin.